İşkeyle 3 yıl muhabbetleştik. Ansam sen toy qilgan bo'libsan qo'y. Qiziq a? Men san qilgan 3 yillik aqidam ne ketdi? Ay men seni 3 yıl saqladım. 3 yıl ümit küttüm. Qaçanmış ondan bir sada chiqib qola, qaçan meydisi urib seni olaman deb uyimga kelib qola deb. Keldingmi? Ey, men pulumsa ya. Terishib seni olimda terishib atgan bo'g'aydim. Yana bir necha yil tutmasang nima bo'ldi ekan? Haqancha bir aldirib ketgan bo'lsangmi? Pul ketar shu to'yga. O'g'ilning og'zi kelsa, qanday qilib oladi? Qo'ngini ko'tarsa, ya ota-onasidan chiqdi, ya urug' tuqqandan chiqdi, ya qayaz oladi. Demek sen tayinli qadam topding desem demisam, 50 yosh ichiga shu to'y ajrashgan, sendek bolasi var shunda ama pul setavding degida. Sen muhabbatni sotding men sana deb qo'yay. Isit sen qilgan aqidam. Qayla, sen iniq bilasan men pulga setilmayman. Ota-onam meni pulga sotmaydi. O balani uyda tanıştırgan Hünaven. Qira. Qiramas, yeshimam bilan tang. Bugünü ko'rashdik, atis uyimga do'stqancha yigizdi. Shunlashqa mening sening yog'lim so'zlaringga endi oldang'im yo'q. Ey, men 3 yilingizda har doim senda ahvol so'rab turdim. Bakavosan sen undar nima ish qilyapsa, tomoqni yedingmi vaqti deya charchab qolmadi, tasallilarni berdim. Bu nima hisob? Lekin men u boladan ko'rishgan kunidan boshlab edganlik tomoqim, tushlik tomoqim, kechki tomoqim shu bolada. Hatta uydagilarga talib ekib turibdi tomoqni. Bijmon emas. Ey sen nechtim og'rib qoldik 3 yil jarayonda. Ey men sen dog'chay ich. Ha? Doğru ish deb shunda ko'ngillarni bo'ldim. Oson-oson qalamda, ha? Qayla. Oldiq kunsa, men issiq o'tib ketganda, doktorxonada baxtiyor bola. Og'rib qolganimni anglab jugurib ketdi. Mashina yo'qkin jugurib keldim deb asrab ketibdimish issiqda. Üç yıl o'ylab baqa ey. Her yıl tuğan günüme 50 iş koydum pul etpegen deme. Tuğan günün mübarek olsun da tebrikligen deme hiç olmasa. 50 iş koy gerçi az olsun mu? Hiç kim tebriklemez, hemen tebrikligen deme. Tuniga mening tug'ilgan kunim, esingda bormi? Ya ba, urushqanki otmadim 50 iş koyna. Lekin u bola 10 gramlik 600 ga kelib sep qo'ydi. O'ylab baqsam men cho'ng o'labdimi? Endi unda yig'lim so'zlar olding'immi yo'q. Asli yaxshi ko'rsa, amaliyotida, harakatida isbotlaydi ekan emasmi? Ko'ngil to'g'ri debdikan. Pulning burchi bilakda, burchi yurakda deb. Asli o'g'illar yaxshi ko'rgan adamiga xajlaydi ekan emasmi pulni? Sen men atqa 50 ish qo'yni, biz minglam atmagansan. Sening undaring 10 ga yaqin qiz bola. Oyshammi ba, Rayammi ba, Gulmirami ba men ko'rgan. Aşılın hemmisiga otding ya? Ya, da bir tebriklab qo'ydim odamgarchilik hamda. Lekin men to'y qilmoqchi bo'lgan bola, biz minglam xajlayda topqinini. Hatto to'ydan keyin hozirdan boshlab topqinni menga topshiryapti-da. Men 3 yilingizda sana bek sodiq bo'ldim. Ishonamsan? Senden başqalarga yaqinmadim men hem ağrılıp ketmedim nima uchun? Seni yaxshi ko'rmasam, ashta qilamdim men. Nurg'un qizilyapti atrofimda. Sen minglam sodiq bo'ldingmi? Hamma qizlardan sodiq bo'ldingmi? Burungi muhabbatlaringni bor izdishyapsan, men uqaman. Aras, burungi muhabbatlaringni nechap bek chaqqonlam tashlab o'tibdi ekansan. Ishkila nemish 3 yilingizda ayrilib ketmadik, nemish meni tashib etmading? Ko'nglinga ayanda. Çünkü ben qo'limni uchun sen tutqizmadim. Sen maqsadingga yetamiding. Shunlashqa 3 yilingizda ishda kenimda so'kildayotgansan. Shunlashqa qayla. Men hozir to'y qilmoqchi bo'lgan yigitga ham o'zimga yuz kela olayman. Har asanga deb qo'yay. Haqiqiy erkak degan ming ig'iz yog'lim so'zdan bir qizolni oldimaydi ekan. Bir qatimliq amaliyotida oshqizaloq ko'rsatib qo'ydi ekan. Ma'qul emsi. Qaytib qolay. Isit. Ey, isit.